Assalomu alaykum. Hurmatli qishloq va suv xo'jaligi vaziri Shavkat aka Hamrayev, biz Namangan viloyati Pop tumanidan fermer xo'jaliklari, bog'dorchilik, dehqon xo'jaliklari murojaat qilyapmiz. Murojaatimizda mana shu Farg'ona, Shimoliy Farg'ona magistral kanalida suvni tartibda yo'qligi, natijada 20 kun, 25 kundan beri suv bu kanalda kelmay turganligi natijasida biz majbur bo'ldik sizga murojaat qilishga. Shuning uchun sizdan iltimosimiz, mana shu Farg'ona, Shimoliy Farg'ona magistral kanalida turibmiz. Mana 20 kun, 25 kundan beri hech qanday suv yo'q. O'zimiz haydab kelyapmiz, suv bor, tartib yo'q, grafik yo'q. Siz o'tgan yil 2024-yil 2-mayda kelib, siz orqali kelgan gruppadagi vakillaringiz hammasi kelib turib, o'tgan yil tartibga tushirib berib ketishgandi. Shu tartib bilan yilni yakunlagandik. Lekin hozirgi kunga kelib mana yana tartib buzilgan. Bu yerda Popda, Namanganda suv bor, yo'q emas, bor. Lekin tartib yo'qligi uchun 20 kun, 25 kundan beri suv kelgan yo'q. Natijada hozir mana shu yerdagi dehqon xo'jalik, fermer xo'jaligi, bog'dorchiliklar hammamiz mana shu yerda yig'ilib o'tiribmiz. Nima qilishga ham hayronmiz. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Ertaga keladi deb 25 kun vaqt o'tib ketdi. Nima qilishga ham hayron bo'lib turibmiz. Shunga sizdan iltimos, shunga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Suv kelyapti. Mana biz kechasi bilan yurib, mana shu yerdagi mana ko'lmaklar turibdi. Haydab kelyapmiz. Kelyapti suv. Lekin 1 soat, 2 soatlik xolos. Buni eplab bo'lmayapti. O'sha darvozalarni, atroflarni bekitib olib kelsa keladi. Mana shu turgan joyimizdan 8 kuba suv o'tish kerak. Shundan 3 kubasini mana bu yerdagi 4 ta qishloq bor. Pop tumanida Tepaqo'rg'on, Qirchin, Tinchlik va Pungon SHFY qishlog'idagi aholilar bor. Aholilarga 3 kubasi kelsa, 4 kubasi Tojikistonga o'tish kerak bo'lgan. Lekin bu holat amalda bo'lmayapti. Sizdan iltimos qilamiz. Mana hamma shu yerdagi